Eng arzon Vodiy kanalida arzon narxda Lacetti mashinasi bor. 3-pozitsiya avtomat mashina. 1.6 motorda 2013-yil. 1.6lik. Xo'p, balonlar zo'r taqilgan mashina, o'zi turishi ham tikka mashina. Xo'p, lyuklari ishlar ekan. Namangan viloyatining mashinasi, hozirda Farg'onada turibdi. Ishlari Farg'onada ekan. Xo'p, 260 ming kilometr atrofida yurgan. Salonlar o'zlari haydab turgan mashinalari, hamma yo'g'ini tekshirib olaverasizlar. Temir metan gazlari bor. Mana shu ikkala tomon, mana shu joylar sepilgan ekan. Kalinkalari keyin, xo'p, mana shu joyda pitno ko'rdim, yarimta shapaloqdek, nariga oldi kirilosini bittasini uchida ham mana shu yarimta shapaloqdek pitnochasi bor ekan. Qolgan joylari toza, hamma yo'g'ini yaxshilab tekshirib olsalaring bo'laveradi. Ikkita pitnocha o'sha hisob chirgan joylarini undaq qilib, mana metall aytganim ikkinchi. Mana shuncha joy xolos. Motorlar zo'r ekan, 1.6, yaqinda 11 million sarflab hamma yo'g'ini zo'r qilib qo'ydim deyaptilar. Yaxshilab tekshirib olaverasizlar. $5800 ga telefon qilib baraka qilsalaring bo'laveradi. Ishonch